Assalomu alaykum, biz kuzatuvchilar. Stroylarimiz Qirg'iziston 5 ga ketyapti. Sira bitta stroyimiz. Tozalan olamiz bu narsani. Mala to'g'rilib tashlab, so'ng elektron. Stroylarda juda og'ir stroylar ekan. Stroyimizda ama yaman joylashyapti bu. Yog'i ham o'zimga tortdi-da. Yog'larni ko'rib oladi borgandan keyin. Oldu. Ana brendlarni tushirib berdi ekan o'sha. Ana stroylarda bor. Stroylar katta stoplargacha bor. Bittasi qoldi. Olgasini ular chiqarib oldik mana. Endi damda olamiz. Dam o'ta qattiq olamiz. Ertaga suramiz dam olishdi. O'ta ideal yopishyapti. Endi buni shu surib qo'yamiz. Bo'ldi. Düştü mü? Ha bol optam şu anda şu. Bonusga kaçiralar qo'shib beryapmiz. Biz buni tagiga qo'yishimiz kerak ekan, uni tagiga bu yoqda. Mana bonusga kaçiralar qo'shib berilyapti. Bizda aslında Google'da shunaqa bonuslar bor. Pastlar. Roliklari hammasi bor. Eng qizig'i evakuatorlar eng qizig'i Alibabadan. Alibaba. O'zimiz dastur qilamiz. Stollarimiz qoliplari. Şu Qirg'izistonga ketyapti. Sonra bizden stroylar tugadi. Vakolatda bitta damda olib kelib yangi ishlar boshlaymiz. Seshanbada va chorshanbada. Svetimiz chiqadi. Kimga shunday istorga to'g'ri aloqa qilib ko'rasizlar, videoni ham tugatdik. Sveta o'chib ketdi.